Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi ekspertlari 2025-yilning birinchi choragi uchun O'zbekiston iqtisodiyotining rivojlanish ko'rsatkichlarini taqdim etdilar. Iqtisodiy o'sishning asosiy omillari xizmatlar sohasi, qurilish, sanoat sohasi, shuningdek yuqori investitsion faollik, demak mana shu iqtisodiy o'sishning asosiy omillari bo'ldi. 2025-yilning boshida ham ushbu yuqori iqtisodiy faollik saqlanib turibdi. Prognozni amalga oshirishda ilg'or tahlillar va xalqaro tajribaga asoslangan holda amalga oshirdi. Mazkur prognozlash metodi, ya'ni nowcasting usuli xalqaro miqyosda ham keng foydalaniladi. Jumladan Angliya markaziy banki, Kanada, Avstraliya markaziy banklarida, bundan tashqari Yevropa markaziy bankida keng qo'llaniladi. Ijobiy tendensiyalar ishbilarmonlik faolligi indeksining o'sishida ham namoyon bo'ldi. Tahlillarga ko'ra, joriy yil yanvar oyida o'tgan oyga nisbatan 8.4% ga o'sgan. 2025-yilda iqtisodiy o'sishning asosiy omillari investitsiya faolligining yuqori darajasi, jumladan qayta tiklanuvchi energetika va transport infratuzilmasi sohasida yirik loyihalarni amalga oshirish bilan bog'liq bo'ldi. Iqtisodiy faollik indeksi tarkibida tovar xomashyo birjasi bo'yicha komponentimiz demak 33.3% ga, xo'jalik yurituvchi subyektlar bo'yicha komponentimiz 1.1% ga o'sishni ko'rsatdi. Jumladan, soliq tushumlari yanvar oyida 10.1% ga, bojxona to'lovlari 14.5% ga, tovarlar eksporti 8.1% ga, aholiga kredit berish 64.2% ga, shuningdek, tadbirkorlik subyektlari soni yanvar oyida demak 6126 taga ko'paydi. Xususan biz tovarlar eksportini hududlar kesimida qaraydigan bo'lsak, demak eng yuqori o'sish Surxondaryo viloyatida 2 marta demak tovarlar eksporti oshdi. Bundan tashqari Samarqand viloyatida 28.8% ga, Xorazm viloyatida ham 28% dan balandroq, Navoiy viloyatida 10% ga yaqin demak eksport oshganligini ko'rishimiz mumkin. Mavjud ma'lumotlar va tendensiyalardan kelib chiqib, 2025-yilning birinchi choragida O'zbekiston yalpi mahsulotining o'sishi 6.2% ni tashkil etishi kutilmoqda. Jahon bankining yangilangan hisobotiga ko'ra, 2025-yilda O'zbekiston iqtisodiyoti 5.8% ga o'sishi kutilmoqda. Umuman olganda, yalpi mahsulot o'sishini hisoblash, iqtisodiyotni tahlil qilish va rejalashtirish uchun juda muhim. Jumladan, uning ko'rsatkichlari ish o'rinlari yaratilishiga yordam beradi. Davlat budjeti, soliq siyosati va ijtimoiy dasturlarni rivojlantirishda katta rol o'ynaydi.